Assalomu alaykum, o'maliklarning obunachilari. Biz Ramazon chegirmamizni 21-martgacha cho'zdik, talab va istaklarga binoan. Do'konimizning to'liq obzorini bir qator yana tanishtirib o'taman. Oldingi narx qanaqa edi, hozirgi yangi narxda chegirmada qanaqa narxga aylanganini tanishtirib o'taman. Misol uchun bir boshdan ko'rsatib o'tib ketaveray. Mana bu ro'zg'orbob metrlik gilam hisoblanadi. Eniga 3,5 metrlik. Oldingi narxi 160 ming, 170 ming so'mgacha sotilgan 1 metr narxi hozir chegirmada narxi 145 ming so'mga tushgan. Bularning metr mana 5 xil rasvetkasi bor. Bundan tashqari yana 3-4 xil rasvetkasi bor. Uni videoning davomida ko'rsatib o'taman. Xo'p. Bu tomonda ipay nomli metrli gilamlarim bor mana. Ko'rishlaringiz mumkin. 2 xil tovlani uchun sebbob, qalinligi qalin, eniga 3,5 metrlik, oldingi narxi 370 ming so'm sotilgan, hozir chegirmada narxi 1 metri 312 ming so'mga tushgan. Mehmonxonalarga zo'r aytyapti. Hozir qizlar sepi ham yaxshi ketyapti. Tillarning aralashgan mebellarga mos tushyapti hozir. Navbatdagisi bu tomondagisi Eron nomli metrli gilamimiz hisoblanadi. Unga nisbatan bitta pog'ona baland, ya'ni qalin hisoblanadi. Zishda o'qilgan bo'ladi. Buni ham endi 3,5 metrlik. Oldingi narxi 450-460 ming so'mga sotilgan 1 metr narxi hozir bu 390 ming so'mga tushgan. Xo'p, bularda endi 3 metrliklari bor mana bu yerda. Oldingi narxi 400 ming so'm sotilgan, hozir 335 ming so'mga tushgan. Bu ham Eron nomli metrli gilamimiz. Mana yerda yonida xuddi shuni ipay nomli gilam hozir ko'rsatdim. O'shini 3 metrli variantlari bor, ustunda atrofida o'ralgan. Oldingi narxi 320 ming sotilgan, hozir chegirmada narxi 267 ming so'mdan sotildi. Bu aytib o'tilayotgan turgan narx bu oldingi bizda sotilgan narx bo'yicha tushirilgan. Bozorda o'rganib, hali havodagi narxda hisobni olib turib tushganimiz yo'q. Realniy narx bu. Hali bizda 30, 40, 50% chegirma emas. Realniy narx tushgan tafovutni ko'rsin degan maqsadda aytyapti. Xo'p. Keyingisi mana yerda asha ipay nomli metrli gilamimiz endi 4 metrli varianti. Buni ham 5 xil rasvetkasi bor. Oldingi narxi 420 ming so'm sotilgan 1 metr narxi, hozir chegirmada bu 355 ming so'mga tushgan 1 metr narxi. Xo'p, bu tomonga o'tamiz endi. Xo'p. Bu yerda mana kecha payt kelgan yangilik tovarlarimiz bor. Bu ro'zg'orbob ko'rsatdim hozir boshida. O'shini endi 3 metrli variantlari. Hozir bu yerda yana 3 xil rasvetkasi bor. Buni 1 metr narxi 125 ming so'mga tushgan. 150 ming, 160 ming so'mgacha sotilgan. Endi 3 metrligi hozir 125 ming so'mga tushgan. Bozordan bemalol so'rab, surishtirib kelishaveradi. 125 ming so'mdan qilib beramiz metrini. Bu tepadagilari Eron nomli metrli gilam dedim. Hozir 450 ming, 460 ming so'mga tushgan narsa 390 ming so'mdan qilib beryapmiz buni. Bu ham Eron nomli, endi 3,5 metrli gilam. Hozir yo'l-yo'lakay buni ko'rsatib o'tib ketaveraylik. Bular ipay nomli metrli gilam, daroshka hisoblanadi. Endi 80 dan endi 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Buni osonroq tushunishlaringiz uchun 1 kvadratini 90 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. 110 ming so'mga sotilgan 1 kvadrat narxi. Ya'ni 1 metrligi 110 ming so'm sotilgan bo'lsa, hozir chegirmada narxi 1 metri 90 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. Xo'p. Bu tomonda endi bu yerda daroshkamiz bor. 2 xil tovlani uchun mayli ipli daroshkamiz. Ko'rishingiz mumkin. Buni ham endi 80 dan endi 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Xo'p. Buni kvadrati 70 ming, 75 ming so'mgacha sotilgan. Hozir buni kvadrati 61 ming 500 so'mga tushgan. Ya'ni tushunadigan qilib aytaman yana. Endi 1 metrligi oldingi narxi 70 ming, 75 ming so'mgacha sotilgan. Hozir chegirmada 1 metri 61 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi. Kelib bemalol xarid qilib kelsa bo'ladi. Bu komplektlari bor. Yangilik bo'lib kelgan bular. Bu orqamdagi bu Eron nomli metrli gilam hisoblanadi. Endi 4 metrli oldingi narxi 520 ming so'm sotilgan, hozir chegirmada narxi 446 ming so'mdan qilib beryapmiz. 1 metr narxini. 2 xil tovlani uchun qalin sebbob metrli gilam hisoblanadi bu. Pastda ro'zg'orbob gilamimiz endi 4 metrli variantlari. Narada ko'rsatdim 5 xil rasvetkasi. Buni ham 5 xil rasvetkasi bor, boshida ko'rsatganimdaqi. Endi 4 metrligi 180-190 ming so'mgacha sotilgan, hozir chegirmada 166 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi bu ro'zg'orboblarni. Bu arqamdagi tayyor gatoviy gilamlar hisoblanadi. Tayyor gatoviyni ro'zg'orbobini biz bu yerga o'ramaymiz. Bu yerda faqat sebbob gilamlar hisoblanadi. U ro'zg'orboblar ham bor. Xo'p, orqamdagi Yangana nomli tayyor gatoviy gilam, chetida popi, ko'jalari bor. Razmeri 3 ga 4 razmeridan 4 ga 7 gacha bo'lgan razmerlari bor. Oldingi narxi 91 ming so'm sotilgan 1 kvadratdan hozir 80 ming so'mga tushirib qo'yganmiz. Ya'ni 3,5 ga 5 ni hisoblaydigan bo'lsak, 1,700,000, 1,800,000 ming so'mga sotilgan. Hozir chegirmada bu 1,400,000 ming, 1,350,000 ming so'mga tushadi. Bitta 3,5 ga 5. Ko'p mehmonxonalar 3,5 ga 5.
Bu yerda mana Ipay nomli tayyor gatoviy gilamlarimiz. Buni ham o'sha aytganimdek 3 ga 4 razmerda 4 ga 7 gacha bo'lgan razmerlari bor. Ikki xil tovlanuvchan, mayin ipli, sebbob narsa bu ham. Buni kvadrati 110 ming so'mgacha sotilgan, hozir chegirmada bu 90 ming so'mga tushgan. Ya'ni 3,5 ga 5 ni hisoblaymiz buni ham. Ash ko'p xonadonga 3,5 ga 5 tushgani uchun 3,5 ga 5 1,800 1,900 ming so'mgacha sotilgan. Hozir chegirmadagi narxi bu 1,450 1,500 ming so'm atrofida tushadi. Bitta gilamdan 500 ming 550 ming so'm yutadi bu qalin gilamdan. Balki undan ham oshishi mumkin. Xo'p, navbatdagisi bu qalin zilli nomli gilamimiz. Buni kvadrati 140 ming so'mdan qilib beryapmiz. Xo'p, yonidagisi Eron nomli tayyor gatoviy gilamlarimiz, mana ko'rishingiz mumkin. Buni ham ko'ryapsizmi? Navbatdagisi Eron nomli gilamimiz hisoblanadi. Buni ham 3 ga 4 razmerdan 4 ga 8 gacha bo'lgan razmerlari bor. Buni kvadrati 130 ming 135 ming so'mgacha sotilgan. Hozir chegirmadagi narxi 1 kvadratini 111 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. Ya'ni buni ham tushuntiradigan qilib aytaman. 3,5 ga 5 metrli razmeri oldingi narxi 2,500 2,600 ming so'mga sotilgan putuni hozir chegirmadagi narxi 1,940 ming so'mga xarid qilsa bo'ladi. 500 ming 550 ming so'm bundan ham yutadi. 3 ta 4 ta xonaga oladigan bo'lsa, greta 1,5 2 million so'm yutadi. Qolgan xonalarga ham ro'zg'orbob gilamlardan moslab olsak bo'ladi. Xo'p, bu tomondagisi Champion nomli ikki xil tovlanuvchan mayin ipli metrli gilamlarimiz hisoblanadi. Eniga 4 metrli. Oldingi narxi 1 metr 300 ming 310 ming so'mdan sotilgan, hozir chegirmadagi narxi 250 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi buni. Bemalol kelib, sifati juda a'lo darajada. Bu pastda turganlari ro'zg'orbobda eni 370 ligi. 370 lik so'raganlarga ham olib kelib qo'yganmiz. 170 180 ming so'mgacha sotilgan. Hozir chegirmadagi narxi 1 metr 160 ming so'mdan. Men metrli gilamlarda aytib turganim 1 metrga hisoblanadi. Kvadrat emas, 1 metr kelib bemalol xarid qilsa bo'ladi. Xo'p, bu yerga mana taftin poloslardan olib kelib qo'yganmiz. 150 ming so'm sotilgan, 1 metr 135 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. Buning narxida hozir 3-4 xil rasvetkasi bor, ko'rsataman buni ham. Xo'p, yo'l-yo'lakay maytda aralashib bo'lib ketgan gilam. Hozir 2 metrli ro'zg'orbob gilamimiz bor. Maytda oldingi narxi 100 ming so'm sotilgan, hozir 85 ming so'mdan qilib beryapmiz. Mana yerda 2,5 metrli bor, maytda maloshnisi bor, maytda movisi bor. Mana koridorlarga, tepa so'ri, past so'rilarga, ayvonlarga zo'r aytadi. 2,5 metrli 120-125 ming so'mga sotilgan. Hozir chegirmadagi narxi buni 110 ming so'mdan qilib beryapmiz metrini. Buni endi 1,5 metrli, 120 lik, 1 metrliklari bor. Bularni kvadratini aytib beraman, 43 ming so'mdan qilib beryapmiz. Ya'ni 1,5 metrligi 65 ming so'm, 120 ligi 52 ming so'm, 1 metrligi 43 ming so'm, 1 metr narxi. Tushunadiganroq qilib tushuntiryapman. Chegirmaga ulgurib qolinglar. Sababi biz 20 kun chegirma qildik. Ko'p odam ulgurmadi. Hayitgacha qilinglar degan maqsad aytgan uchun biz hayitgacha qildik, to'g'risi. Bu yerda mana yagona nomli metrli gilamimiz bor. Chetida ko'jalari bor. Buni ham qalin sebbob metrli gilam bu ham. Oldingi narxi 320 ming so'm sotilgan, hozir chegirmada 275 ming so'mdan qilib beryapmiz 1 metr narxini. Bu orqamda mana bu tarafda Gold nomli metrli gilamimiz hisoblanadi. Mana oldingi narxi eniga 3,5 metr, oldingi narxi 290 ming so'm sotilgan, hozir chegirmada 230 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. Metriga 60 ming so'mdan yutiladi. Ya'ni 10 metr oladigan bo'lsa 600 ming so'm, 5 metr oladigan bo'lsa 300 ming, 2-3 ta xonasi olsa, o'sha 600 ming 700 ming so'm foyda yonida ketadi puli. Xo'p, bu tomonda ro'zg'orbobda eni 3,5 metrligi mana ko'rishingiz mumkin. Yana boshqacha rasvetkalari. 1 metr narxi 145 ming, eniga 3,5 metrli. Xohlagancha kelib olib ketaveradi. Dastlabki xizmat, o'lchab, solish hamma yo'g'i ichida. Andijon ichi bo'lsa. Boshqa viloyatlarga dastlabki qilib imkon qadar qo'ldan kelgancha chiqarib yuboramiz. Xo'p. Bu yerda yangilik bo'lib kelgan, yana gazon olib kelib qo'yganmiz so'raganlarga. Gazon ham optim narx. 1 kvadrati 91 ming so'mdan, ya'ni 90 ming so'mdan. Eni 4 metrligini 1 metri 360 ming so'm. Xohlagan do'koni bilan solishtirib ko'raversin. 1 metr 360 ming so'm. Tepada Fendi polosimizni eni 3,5 metrli varianti mana ko'rishingiz mumkin.
150 ming so'mdan qilib beryapmiz buni metrini. 160, 170 ming so'm sotadi. Bu Samarqand anaqa Urgaz zavodiniki. Bemalol surishtirib kelishaveradi. Tagida baxmallik ham endi 3,5 metrlik 1 metr narxi 165 ming so'm. Xo'p, bu tomonda endi daroshkalarni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda tayyor mana sizga ro'zg'orbob gilamlar yo'q dedim. Mana shu ro'zg'orbob gilamlarda o'ralgan varianti mana. 3 ga 4, 3 ga 5. Mana shu turishi 500 ming xullas. Bitta butun gilam 500 ming. Buni 3 ga 4 razmerdan 4 ga 7 gacha bo'lgan razmerlari bor. Xohlagan razmerlari bor, xohlagan ranglari bor. Bu tomonda endi daroshkalar ko'rsataman, bular ko'rsataman. Bunisi Chempion nomli metrli gilamimiz hisoblanadi. Eniga 3,5 metrli, oldingi narxi 250 ming so'm sotilgan 1 metr narxi hozir chegirmada 215 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi. Hozir eng hit bo'lib ketayotgan gilamlarimizdan biri, metrli gilamlarimizdan. Bu yerda xuddi shu materialda daroshkali variantlari, eni 80 sm dan eni 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Xo'p, 80 ligi 50 ming metr, 1 metrligi 60 ming, 120 ligi 70 ming, 1,5 metrligi 90 ming, 2 metrligi 125 ming, 2,5 metrligi 155 ming so'mga tushgan 1 metr narxlari. Xo'p, bu yerda Eron nomli metrli gilamlarimiz mana ko'rishlaringiz mumkin. Buni ham eni 80 sm dan eni 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Ya'ni 80 sm ligi mana 88 mingga tushgan, 1 metrligi 111 mingga tushgan. 120 lik 133 ming, 1,5 metrlik 166 ming, 2 metrlik 220 ming, 2,5 metrligi 278 ming so'mdan 1 metrdan narxi tushgan. Narxlari ancha tushgan bularni ham. Bu tomonda yagona nomli metrli gilamimiz bor mana. Buni ham eni 80 sm dan eni 2,5 metrgacha komplet. Xo'p, 80 ligi 63 mingga tushgan, 1 metrligi 80 mingga, 120 ligi 100 mingga, 1,5 metrligi 126 ming, 2 metrligi 175 ming, 2,5 metrligi 215 ming so'mga tushgan 1 metr narxi. Xuddi shuni bu yerda mana seriya varianti mana ko'rishingiz mumkin, seriya variantlari bor. Xo'p, mana yerda mana endi 4 metrlik yagona nomli gilamimiz. Eniga 4 metrlik oldingi narxi 380 ming so'm sotilgan, hozir chegirmadagi narxi 315 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Sizlarni barchalaringizni 21-martgacha kutib qolamiz. Ataga 10 kun qoldi, ulgurib qolinglar. Azizlar, Ramazon chegirmasiga ulgurmaganlar uchun yana chegirma muddati 10 kun muddatga surilmoqda. Bemalol kelib, chegirmadan foydalanib, arzon narxda gilam xarid qilsangiz bo'ladi. Manzil Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan. Orientir mana prokuratura binosini ro'parasida. Mana bu prokuratura binosi o'shaning ro'parasida Omali gilamlar do'koni joylashgan. Bemalol kelib, arzonlashgan narxlarda gilam xarid qilsangiz bo'ladi. Ha, aytgancha, qanaqadir savol bo'lsa, ekrandagi nomerlar doimo xizmatingizda. Albatta, video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, xuddi shunday arzonchi gilam qidirgan yaqiningizga videoni ulashib qo'yishni unutmang. E'tibor uchun kattakon rahmat. Doimo salomat bo'ling.